Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, do'stlar, biz bugun izbosgan Chuvama qo'y bozoriga yetib keldik. Mana do'stlar, sizlarga narx-navolarni barchasini chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Sizlardan faqatgina bittadan like, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada o'zingizlarni fikringizni yozib qoldirishinglar mumkin. Keyingi videolarimizda qanaqa chorva mollaridan chiqarishimizni albatta yozib qoldirishinglar mumkin. Do'stlar, kanalimizni rivoji uchun o'zingizni hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz videoni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, mana sizlarga qo'ylarimiz narxlarini ko'rsatib o'tishda davom etyapmiz. Biz bugun izbosgan Chuvama mol bozoridamiz. Do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, akalarimizda juda ham ko'p qo'ylar bor ekan, hamma turidan. Aka, bular qanaqa, qayerda qo'ylar aka? Qirg'izda qo'ylar. Qirg'izistonning qo'ylari ekan, mana do'stlar ko'rishinglar mumkin. Teparoqdan ko'pchilik yozishibdi, teparoqdan ko'rsating aka deb. O'tgan safargi videomiz bunday pastroqdan ko'rinib qolibdi. Aka, bular qanaqa narxlari? 3 milliondan tortib 5 milliongacha. Ha, 3 milliondan tortib 5 millionga davr. Aka, dastlabki xizmatlar bormi o'zbekcha? O'zbekiston bo'ylab akalarimizda kelishgan narxda dastlabki xizmatlari bor ekan. Telefon nomeringiz aka? 99 kodi bilan 726 9026 nomerlariga murojaat qilishingiz mumkin. Aka, yeb ichishlari qanaqa buni? Bir haftaga. Ha, bir haftaga srok qo'yib berishar ekan akalarimiz. Bir haftaga javob deyapti mana. Do'stlar, mana navbatdagi qo'ylarimiz qo'zi so'raganlarga kichkinasidan tortib to kattasiga da bor ekan. Akalarimiz mana qo'ylarni tayyorlayapti. Tog'a, bular qanchada? Aytari. Nech puldan nech pulga davr? Necha yosh bular? 6 oydan 8 oygacha, 10 oygacha bor aka. 6 oydan 8 oy, 10 oyga davr bor ekan. 4 milliongacha qo'y bor mana shu yerda. 2,5 million so'mdan 4,5 million so'mga davr. Qo'y bor. Soliq, qo'chqar hammasidan, Ha, qo'chqar soliq aralashdi. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bormi? Do'stlar, O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor ekan akalarimizda. Telefon nomerlaringiz. Siznikini aytamiz. Telefon nomeri 88 kodi bilan 988 99 91. Mana do'stlar, bemalol qiziqib nomerlariga telefon qilishingiz mumkin. Do'stlar, mana navbatdagi qo'ylarimiz. Kichkina qo'ylar so'ragan akalarimiz, ukalarimiz uchun do'stlar, mana chiroyli qilib sizlarga narx-navolarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Sog'lig'idan to qo'chqariga da bor ekan. Aka, bular necha oylik bularingiz? Bular aka sentyabrda tug'ilgan. Ha, sentyabr oyida tug'ilgan. Hozir mana shu to'rog'i, bular kattaroq ekan. Qanchadan deyapsiz aka bular narxi? Aka, uni ikkovi 5 million. Ha, ikkovi. Ha, 5 million 300 mingga. Ha, ikkoviga 5 million so'rashyapti ekan. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Bunisi-chi aka? Bunisi 2 million 200 ming so'rayapti. 2 million 200 so'rayapti ekan akamiz. Kami bo'ladi albatta aka. Bunisi-chi, bu kimda? 3 million 600 ga sotildi. Ha, 3 million 600 ga mana do'stlar sotilgan joyidan. 2 yoshli qo'chqa. Ha, bo'ldi. Aka, telefon nomeringiz? 33 kodi bilan 323 95 98 nomerlariga murojaat qilishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlar bormi? Ha, O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor ekan do'stlar, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Do'stlar, mana navbatdagi qo'yimiz akamizdan dehqonchilik ekan. Bir qator narx-navolarni sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Aka, necha oylik bular mashinasi? Hali yoshga. Ha, 1 yasharmi bunisi? Bunisi-chi aka? Bunisi 4 yashar. 4 yashar. O, mana qo'zisi ham bor ekan, qo'chqar.
Qanchadan deyapsiz aka bular? Ha, bunisi 7 million. Narx aytishyapti ekan mana do'stlar. Bunisi-chi aka? 3,5 million. Bu ham qo'chqari? Ha, bunisi sog'liq ekan. Bunisi-chi aka? 3 deyapman. Ha, bunisi ham 3 million. Kami bor ekan do'stlar mana. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamizmi aka? 33 kodi bilan 351 53 31 nomerlarga mana do'stlar bemalol qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa so'rashinglar mumkin. Do'stlar mana ena bola qo'y so'raganlarga sizlarga hozir ha bo'ldi aka. Sizlarga hozir chiroyli qilib narx-navolarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Aka, nechta tuqqan bunisi? Ikkinchi tug'ishi. Bunisi bolasi. Sog'liq qo'chqar. Sog'liq ekan mana do'stlar. Bunisi narxi necha pul aka? Qancha aytyapsiz? 5 million 500 ming narx aytishyapti ekan do'stlar mana. Bunisi-chi aka? Ha, bolasi qo'chqar. Bu yoshi ham sal oyiga kattaroq ekan. Qancha deyapsiz aka buni? Bu ham 5 million 500 ga mana narx aytishyapti ekan do'stlar. Yeb ichishlari qanaqa aka? Salomatchiligi yaxshi aka. Qaysi kanal aka? Dilmurod Qurboyev. Aka, telefon nomerlaringizni qo'yib qo'yaylik. 77 kodi bilan 272 28 83 83 do'stlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Nech pul deyapsizlar? Do'stlar mana qo'zi so'raganlariga sizlarga hozir chiroyli qilib narxlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Aka, bular sog'liq qo'chqar qanaqa? Bitta qo'chqar. Aha. Qolgani sog'liq. Qolgani sog'liq ekan. Necha oylik bular? Necha oylik bular aka? 2 oylik bo'lsa keladi. 2 oylik atrofda mana. Do'stlar. Bunisi hammi? Ha, olavering. Bu anchagina kichkina qo'ylarni necha oylik bular? Yo, 1 oylik qo'zilar. 1 oylik qo'zilar mana do'stlar. Bular qanchadan bular narxi? Ularga 1,5 dan deyapti. Kami bor. 1,5 milliondan donasi. Ha do'stlar, 1,5 milliondan donasiga. So'rasi. Bu addennimi bu? Addennimi bu? 2 oylik. Yo'q, bitta. Ha, bo'ldi. Nomerni bittasini qo'yamiz. Lekin bularingiz qanaqa bular? Puliga qanchadan deyapsiz aka? 18 dan kami bor. 1 million 800 dan kami bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka bormi? Bor ekan do'stlar. Nomerlaringizni ayting. 90 kodi bilan 251 254. ha 254 84 20 24 nomerlarga mana qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Do'stlar, mana navbatdagi qo'yimizga keladigan bo'lsak, Buni 2,5 million deyilyapti. 2,5 million narx aytilyapti. Sog'liq qo'chqar? Sog'liq. Sog'liq. 2 million 200 ming so'm pul berishyapti. 2 million 200 ming so'm pul berishyapti mana do'stlar. Ha, akalarimiz o'zlari. Yeb ichishlari qanaqa tog'lar? Telefon nomerini aytamiz. Necha nom? 761 To'xtang. 90 kodi bilan 90lik. 90 761 700 ha 761 70 02. Javob yeb ichishlariga. Ha. Mana ishlarini ham ko'ring. Sog'liq, narsa. Hop. Bozoringiz bersin aka. Qo'zilarimiz. Shokoladlar. Necha oylik aka bularingiz? 2-3 oy atrofida. 2 oy 3 oylik atrofdagi mana qo'zi qo'ylarimiz. Ko'pchilik shular so'rashyapti. So'raganlarga. Bu. Qanchadan deyapsiz aka bular? Hammasi 24 dan. 2 million 400 dan narx aytilyapti ekan. Narx qilishdimi aka bunga? 2 million 100 qo'shqanlar, sonlar 17, 16. Narxlar bo'lgan ekan mana do'stlar. Ko'rishingiz mumkin.
O'zbekiston bo'ylab dastavka bormi? Bor. Telefon nomerlar. 88 88 kodi bilan 154 554 53 nomerlarga mana do'stlar bemalol murojaat qilishlari mumkin. Aka savdoyingiz bersin aka. Do'stlar mana navbatdagi qo'ylarimiz ko'rishingiz mumkin. Aka to'xtab turing. Aka necha oylik bu qo'ylaringiz? Yo necha yashar? 3 yashar. 3 yashar. Ishlarni ko'rsatib qo'y. 2 yashar. Bo'lmi? Hozir qo'zi. Bunisi-chi? Qo'zi. Aha. Qayerda qo'ylar aka? O'zbekiston. Bishkek. Bishkekda qo'ylar ekan mana. Yeb ichishlari qanaqa? Momashetniki, bu ham Bishkekdan kelgan baribir. Yeb ichishlari. Kechasi bilan uxlagan Bishkekdan keldi. Ha, Bishkekdan. Bishkek. Charchab uxlamaganda. Qancha narx aytyapsiz aka bularga? $500 bir joyga. Ha. Hammasi $500 bir joyga. Ha, dollarga. Endi o'zbek pulga sekin o'zingizlar To'lov to'g'rilab bir joyga. hisob kitob qilib olasizlar. Agar uzoqroqdan dastavka xizmat Dastavkalari mana. Dastavkasini o'zi to'lab oladi yo'q, qimmat ha to'lab. o'zi to'lab oladi. Do'stlar mana ko'rishingiz mumkin. Telefon nomeringiz. Telefon nomeri. 88 88 kodi bilan 779 779 1060. Aloqaga chiqaveradi. 1060. Mana do'stlar qiziqqanlarga Dunyo ma'lumot bo'ylab o'rnida. dastavkasi bor. Ha, dunyo bo'ylab. Mana do'stlar, qo'ylarni orqa tomonidan ko'rsatib sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Navbatdagi qo'ylarimiz sizlarga hozir chiroyli qilib narx-navolarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Aka, bular necha oylik, necha yashar, qanaqada? Va kattalar yashiga to'lib qoldi, 2 yashar bo'lib qoldi. Ha, bular, ha? Yoratsa bular. Aha. Bularchi? Bular ham shunaqa. Yoshiga- poza endi. Ha, ikkovi qo'zi. Tegamiz pozalar bular. Aha. 3 milliondan bo'lyapti. Bularingiz 3 milliondan, ha? Va Narx-navo. 30 bo'lsa berib yuboramiz. Mo sotildi. Ha, bunisi sotildi. Qancha? 29 yarimga sotildi. 2 million 950 ga sotilibdi mana do'stlar. Shuni ko'rsatib qo'yay. Ko'pchilikka sotilgan narxlar juda qiziq bo'ladi. Mana do'stlar. Bularchi bular? Qanchadan? Bular 42 dan deyapmiz. 4 million 200 dan, 3 million 850 dan qilyapti. 3 million 850 dan qilishibdi. Mana do'stlar berishmabdi. Yana oz-moz qo'shiladigan bo'lsa, beriladigan joyi kelib qopti. Aka, dastavka xizmatlari bormi O'zbekiston bo'ylab? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab bor. Vodiy bo'ylab akalarimizda mana dastavka xizmatlari bor ekan. Aka, nomerlaringiz? 94lik 94 kodi bilan 563 563 00 0010. Ha. Ha, do'stlar bemalol murojaat Kechasi qilishingiz 10dan keyin mumkin. bezovta qilish. Ha, faqat 12dan keyin. ha, kunduzgi paytda bemalol Ha. telefon qilishingiz mumkin. Aka, savdoyingiz bersin aka. Do'stlar, mana qo'chqar so'raganlarga yosh katta qo'chqarlarimizdan. Aka, bular yemlanyaptimi bular? Necha yosh aka bularingiz? Yoshiga to'lgani? Yeb ichishlari qanaqa? zo'r, hammasi yaxshi. Qayerda qo'ylar aka? Qirg'izistonni qo'ylari, Qirg'izistondan kelgan. Mana do'stlar, Qirg'izistonning qo'ylari ekan bular. Shunday haydaydimi? Mana bular yurmayapti. Mana do'stlar, teparoqdan ko'rsatib qo'yaylik sizlarga. Qancha deyapsiz aka bular? Ular 5 dan kam bor deyapti. 5 million kami bor ekan do'stlar. Qancha qilishdi aka? Savdo Ha. 4 million 300 dan mana savdo qilishibdi akamiz, bermabdi. Aka, dastavka xizmatlar bormi? Dastlabki xizmatlar bor. Telefon nomeringiz? 33lik 33 kodi bilan 885 885 51 30. 51 31. Mana do'stlar, bemalol murojaat qilib narx-navolarni kelishib qolsanglar, akalarimizda dastavka xizmatlari bor ekan. Aka, sog' bo'ling.